Ishlaydi, qarz to'laydi. Ishlaydi, kredit to'laydi. Yo'qotib qo'yilishiga yoki umuman olganda kalamushlar poygasi holatidan chiqolmaslikka sabab bo'larkan. То есть o'zini rasxodlarini va doxodlarini kontrol qila olmaslik. Oilaviy yoki shaxsiy budjetlarni umuman boshqara olmasligi Qanaqadir delovой встречalaring bormi? fond. Ko'rsatib berasanmi? Delovой встречада o'zingni prezentabelni ko'rsatish uchun iPhone olmoqchimisan desam, Kredit va qarz tizimida juda yuqorilik, intilish. ekonomikasiga qaraydigan bo'lsak, shu 4 ta tema eng muhim temalardan biri hozirgi. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar va bizni kuzatuvchi, umuman moliyaviy savodxonlikka qiziqadigan, ko'chmas mulk va investitsiya sohasiga qiziqadigan yoshlar. Boburjon Tojiboyev, xush kelibsiz. Demak, bugungi mavzumiz shunaqa mavzu bo'ladi. Man Alibek Tajdinov va siz bilan shunaqa suhbat qurmoqchimanki, demak, umumiy ma'noda o'rta sinf aholini daromadlaridagi o'sha qanday qilib ular turli xil tuzoqlarga tushadi yoki qanday qilib daromadlarini to'g'ri boshqarish bo'yicha gaplashamiz va shu mavzu atrofida umuman olganda investitsiya sohasini, ko'chmas mulk sohasini ham ko'rib chiqib bir qator bir tavsiyalaringizni berasiz как ekspert sifatida. Xo'p, man e'tibor bergan narsa shunaqa bo'ldiki, o'rta sinf o'z daromadlarini demak 4 ta faktor asosida yo'qotib qo'yilishiga yoki umuman olganda kalamushlar poygasi holatidan chiqolmaslikka sabab bo'larkan. Bu birinchi faktorga e'tibor qaratdim. Bu a, o'zlarini sotib olishga bo'lgan ehtiyojlarini yoki sotib olishga bo'lgan emotsiyasini, hissiyotlarini to'g'ri boshqara olmaslik yoki me'yordan balandligi. Bu birinchi faktor. Ikkinchi faktor o'zlarini demak kredit va qarz tizimida juda yuqorilik, intilish. Ya'ni oxirgi so'nggi 3 yil, 5 yilga mana e'tibor qaratyapmiz. Jamiyatimizda shunaqa holat paydo bo'ldiki, kredit va qarzga bo'lgan intilish o'rta aholida juda yuqorilashdi. Bu oxirgi o'sha bizani statistika ma'lumotlari ham ko'rsatib turibdi. Keyingi faktorga agar e'tibor qaradigan bo'lsak, ko'pchilik insonlarni, odamlarni demak o'zlarini xarajatlar va daromadlar holatini yuritmasligi yoki yozmasligi. Demak, yuritmayapti, yozmayapti, demak ularni o'zlarini oilaviy yoki shaxsiy budjetlarini umuman boshqara olmasligi holatiga keladi. 4-chi faktor bu har xil ekspertlarni turli xil loyihalar yoki investitsion instrumentlarga da'vatlari yoki tavsiyalariga quloq solib, demak o'zlarini o'sha yerga pul tikib yoki boshqa qilib o'zlarini daromadlarini yo'qotilishiga yoki turli xil tuzoqlarga tushib qolishiga olib keladi. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu 4 ta faktor qanday ta'sir qilyaptiki, demak, mana bu aholi jamiyatimiz mana shu holatga kirib boryapti va bu tuzoqlardan qanday qilib chiqish mumkin? Shu bo'yicha ham tavsiyalaringizni berib o'tsangiz. Juda muhim mavzuni ko'targansiz. Hozir atrofimizga qarasak ham, tanishlar ko'pchilikda pul yo'qotishlar, masalan, kreditovание, o'zini rasxodlarini, pul ketkazishlarini kontrol qilmaslik. Bu 4 ta mavzuga bo'lgansiz. Bu основнойлар, конечно, bunda yana mayda-chudalar ham bor, boshqa temalar ham bor. Lekin hozir O'zbekistonni ekonomikasiga qaraydigan bo'lsak, shu 4 ta tema eng muhim temalardan biri hozirgi paytda. Keyin e'tibor bersangiz, hammasi bir-biriga bog'liq. Juda birinchi hissiyotlar haqida gapirdingiz. Hissiyotlari siz kontrol odamni o'zi hissiyotlarini kontrol qila olmasidan kreditованияni kuchayishiga, zakreditованность населения, aholining zakreditованности juda baland olib kelyapti hozirgi. Bu hammasi o'zini finansini 3-temamizga o'zini finansini kontrol qila olmasligi. То есть o'zini rasxodlarini va doxodlarini kontrol qila olmasligiga olib kelyapti. Har bitta temani menimcha отдельно ko'rib chiqamiz. Muhim, sizda ham barom мненияларingiz muhim. Sizni ham eshitsak shu juda Mhm. qiziqarli bo'lardi. To'g'ri, mana shu 4 ta faktorga albatta e'tibor qaratdim. O'zi inson psixologiyasi shuni inson psixologiyasini o'rganganda, inson ko'proq 2 xil IQ borda, ya'ni 2 xil demak intellektual intellekt va emotsional intellekt. Shuni insoniyatda demak tadqiqotlar o'tkazilgan vaqtda emotsional intellekt, ya'ni hissiy aytamiz-ku, mana intuitsiyamiz aytdi, qalbimiz aytdi, yuragimizga quloq soldik yoki hissiyotimizga quloq soldik deydik.
Mana shu hissiyotga nima qilish, quloq solish odatda ko'proq noto'g'ri qarorlar qabul qilishiga insoniyatni olib kelar ekan. Bu albatta tadqiqotlar nimasi natijasi. Undan tashqari, sotib olishga bo'lgan, bir intilish yoki sotib olishdan bir rohatlanish nimasi bor. Ya'ni inson shopping qilganda, sotib olganda qanaqadir, eee, gormonlar ishlab chiqaradi. Dofamin deymiz, boshqa gormonlar, har xil gormonlar. O'sha baxt gormoni deymiz, insonni quvonchga, xursandchilikka, bir qanaqadir kulgi paydo bo'ladi yoki o'ziga bo'lgan ishonch paydo bo'lishi mumkin. O'zimiz ham eslaylik, masalan, yangi haligi kiyim-kechak sotib olganimizda yoki qanaqadir gadjet sotib olsak yoki qanaqadir o'zimiz uchun bir havas qilib yoki orzu qilib yurgan narsamizni sotib olgan vaqt, mana shunaqa bir kayfiyatimiz birdan ko'tarilib qoladi. Va buni kontrol qilolmasligimiz holatiga olib keladi. Albatta buni, yuqori haligi biznes intellektga yoki qanaqadir bir moliyaviy intellektga ega bo'lmagan insonlar mana shu yerda albatta tuzoqqa tushib qolishadi. Mana televideniye, ijtimoiy tarmoqlar, ko'cha-ko'yda yuriymiz, hamma joy banner, reklama, tam marketing ishlaydi, boshqa to'g'ri, biznes uchun reklama, marketing juda muhim narsa. U yerda biznes albatta ko'proq lid, ko'proq trafik, ko'proq insonlarga agitatsiya qilib, ko'proq targ'ibot, tashviqot ishlarini amalga oshiradi, ko'proq insonlarni jalb qiladi. Mijozlarni jalb qilish uchun bugungi kunda albatta kurash kuchli, judayam kuchli kurash. Har bir kompaniya bilan yoki har bitta o'sha tadbirkorlikni kichik ko'rinishi, o'rta biznes yoki katta biznesda mijozlar uchun, bozorni ob'yomi uchun konkurensiya juda ko'p. Shu asnoda ular marketing va, o'sha reklama strategiyalarini o'ylab chiqishadi. Va ko'proq marketing va strategiyalarda ko'proq kimlar ishlaydi? Marketologlar ishlaydi, kuchli o'sha inson psixologiyasi bilan ishlovchi ekspertlar ishlaydi. Albatta ular inson psixologiyasini biladi. Nimaga qiziqadi ular? Qanday, etaplar bilan, qanday qadamma-qadam ularni olib kelish mumkin sotuvgacha va hokazo va hokazo. Shu asnoda mana bu yerda o'rta qatlam ham tushib qoladida va, noto'g'ri qarorlar qabul qilishadi. Noto'g'ri покупкаlar qilishadi. Sotib olishlarni o'sha, misol uchun, bugun shart emas edi o'sha jihoz yoki o'sha, bir instrument yoki o'sha vosita, lekin albatta sotib oldi. Kiyim-kechak bo'lsin, gadjet bo'lsin, avtomobil bo'lsin, boshqa holat bo'lsin. U, mani o'ylashimcha, o'zini vaqti, me'yori, holati bo'lishi kerak har bir narsani. O'zi odatda bizada, o'sha ustozlarimiz ham tavsiya qilishadi, yuqori ekspertlar ham tavsiya qilishadi. Qaysi ma'noda? Hech qachon sotib oladigan narsangni, demak qiymati topadigan qiymatingni kerak bo'lsa o'sha, 100dan biriga teng bo'lsin Mh. degan bir ma'noda bir tushuntirishadi yoki qanchadir foizi mana shuncha foizga teng kelsin degan ma'noda tushuntirishadi. Haligi daromad qilyapsiz $1000 yoki oylik olyapsiz $2000, siz $2000 покупкаlarda yoki $1000 покупкаlardan kerak bo'lsa sotib olishlardan qochishingiz kerak, o'zizni tiyishingiz kerak, emotsional holatingizni to'g'irlashingiz kerak, hissiyotlarga berilmas. Albatta bu sotuv, bu hissiyot. Sotuv bu, aytamiz-ku soblazn deymiz, nafs deymiz, boshqa deymiz. Lekin odatda, mana shu yerda ko'proq, o'rta sinf tuzoqlarga tushadi. Albatta ularda man o'ylashimcha, mani fikrimcha, moliyaviy intellektni, moliyaviy savodxonlikni yo'qligi yoki pastligi yoki, o'sha insonni, o'zini holati, qarichi bilan o'lchamasligi. Bizada aytamiz-ku ota-bobolarimizdan qolgan naqllarimiz bor. Bolam deydi, ko'rpangga qarab deydi, oyoq uzatish kerak deydi. Yoki holatingga qarab deydi, o'zingni qarichingni o'lchaver. Turli xil naqllarimiz bor. Oddiy misol, mana shu naqllarga e'tibor bersak ham, bu ham nimadan kelib chiqqan? Tajribadan kelib chiqqan. Albatta tajribadan. Bu birinchi faktor. Ikkinchi faktor, mana yuqorida tilga oldim, 3 yil va 5 yilni ichida shunchalik ko'payib ketdi. Har xil, hamma joyda hozir reklama, marketing ishlayapti. Demak, nima gaplar bo'ladi u yerda ko'proq? Mana keling, bitta pasport bilan oling degan bir undovlar yoki lombard tizimi deymiz yoki banklar qarang qanchalik, juda oson bo'lib ketdi. Masalan, o'sha, onlayn banklar chiqib ketdi. Hattoki borib o'tirish shart emas. Pasport haligi nimangizni, ma'lumotlaringizni tashlab berasiz. Qanchadir miqdorda 3 milliondir, 5 milliondir, 10 milliondir, 20 milliondir, 50 milliondir, demak, kredit va nimalarni berishyapti.
va bu xalqni o'sha kambag'allik botqog'iga botib qolishiga yoki kalamushlar poygasiga kirib qolishiga ishlaydi, qarz to'laydi, ishlaydi, kredit to'laydi yoki uy-joy masalasini oling yoki avtomashina masalasini yoki hattoki chet elga sayohatlarni ham kerak bo'lsa kreditlar qilib boshqacha usulda sotishyapti. Bo'lib to'lash deymiz, boshqa deymiz, u mayli. Lekin kreditlar asosida sotish bu judayam nima. Bunga xalq tayyor bo'lishi kerak. Bunga xalq o'zini fikrini, o'zini moliyaviy savodxonligi asosida bunda kerak bo'lsa immunitet paydo bo'lishi kerak. Albatta moliyaviy inchlik va moliyaviy savodxonlik xalqni mana bu holatlarda, mana bu emotsiyalarga qarshi turishga bo'lgan bir to'g'ri ma'nodagi qalqon bo'ladi. Metafora qila oladigan bo'lsak, haligi bizda ham Covid davrida qanaqa bo'ldi? Qachonki immunitet bo'lsagina, immunitet shakllangandan keyin o'shanga qarshi haligi ishlab ketadi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bunaqa hissiyotlarga qarshi immunitetni eng asosiy vositalardan biri moliyaviy inchilik va moliyaviy savodxonlik deb bilaman. Bu mana bu ikkinchi faktor bo'yicha qarz va kreditlarni judayam turmush tarzida insoniyatda bitovuxa deymiz, ya'ni maishiy texnika hayotida o'sib boryapti. Har bitta narsasini рассрочкаga bo'lib to'lash holati bilan yoki har bitta narsasini kredit va turli xil qarzlar yo'li bilan olishga intilish. Bu judayam yaxshi ahvollarga, xalqning turmush tarzini rivojlanishiga olib kelmaydi. Aksincha bu kerak bo'lsa tanazzul holatigacha olib kelishi mumkin. Bu ekspertlarni nimasi, tavsiya nima xulosalari kerak bo'lsa. Keyingi holat bor yana eee, moliyaviy yoki umuman shaxsiy va oilaviy daromadlar va xarajatlar hisobotlarini yuritmaslik. Telefonda bo'lsin, hozir hamma приложение juda qulay. Masalan, Apple Store bo'lsin, Google Play bo'lsin, xohlagan shunchalik ko'p besplatni, bepul variantdagi mobil ilovalar borki, inson o'zini shaxsiy holatini bemalol shaxsiy daromadlarini, xarajatlarini yozib borib kontrol qilsa bo'ladi, nazorat qilsa bo'ladi, uni kerak bo'lsa boshqarsa bo'ladi, minimallashtirsa bo'ladi. Qayergadir demak xarajati oshib boryapti, ko'rib nima qilsa bo'ladi, korrektirovka qilsa bo'ladi. Ishlaydi, qarz to'laydi, ishlaydi, kredit to'laydi, ishlaydi, qarz to'laydi, ishlaydi, kredit to'laydi. Yozib, Excelda bo'lsa ham yozib, upravlyat qilishni o'rganish kerak. Bu 3-faktor. O'sha keyingi 4-chi. faktorda aytdikki, o'sha holat. Keyingi faktorga men e'tiborni qaratgan bo'lardim. Nima uchun? Oxirgi so'nggi yillarda ijtimoiy tarmoqda, ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p nimalar chiqyapti-da. O'zlarini instrumentlarini yoki tavsiyalarini nima qilyapti. Misol uchun turli xil bo'lishi mumkin. U borib o'sha moliyaviy piramidaga ham asoslanib ketishi mumkin. Mh. Bo'lishi mumkin. U borib qanaqadir noto'g'ri marketingaviy bir sетевой biznes deymiz, mana tarmoqli marketingga bog'lanishi mumkin. Tarmoqli marketingni ham ko'p holatlarini ko'rganmiz. Oxiri qanaqa nimalar bilan yakun topishi. Shu bo'yicha mani fikrlarim edi. Buni qaysidir ma'noda agar sizda qo'shimchalaringiz bo'lsa, marhamat. Qo'shimcha emas, birinchi savollaringizga, Mhm. masalan, birinchi temani ko'taradigan bo'lsak, birinchi mavzuni ko'taradigan bo'lsak, o'sha odamlarda emotsionallik emotsiyasini kontrol qila olmaslik. Mhm. Shu holatda biz masalan qanaqasiga otsinka qilishimiz mumkin? Sizni fikringizni bilmoqchiman. Bu hozir bizga shu marketologlar sotyaptimi? Biz Mhm. marketologlar gapiga ishonib bu narsani olyapmizmi? Yoki bu narsa bizga kerakligi uchun olayotganimizda qanchalik kontrol qilsa bo'ladi? Qanaqa instrumentlar bilan kontrol qilsa bo'ladi deb Zo'r, o'ylaysiz? zo'r savol berdingiz. Sababi har bitta biznesning zadachisi, ya'ni vazifasi, eng asosiy vazifasi sof foydani oshirish yoki daromad olish. Ya'ni qonunda taqiqlanmagan holatda, qonun me'yorlaridan kelib chiqqan holatda har qanday biznes yo'nalish yoki biznes soha o'zini demak bozorda biznes kompaniya sifatida yoki biznes sifatida pozitsioner qilar ekan, birinchi maqsad daromadni olish. Ya'ni Mhm. daromad olish. Xalqqa qanaqadir muammosi bor, o'sha yerda ko'ra oldi, og'riq bor, ko'ra oldi. Shunga yechim berish asosida daromad topish. Yechim beryapti, zo'r, demak yechim beryapti, demak xalq uni ham minnatdorchilik belgisi sifatida, ham bir o'sha o'zini muammosiga yechim olish asosida, demak pul ko'rinishida, demak biznesga qaytadi bu narsa. Demak bu doimiy ravishda davom etadi. Xo'p, endi biznesni demak nimasi,
selektiv auditoriyasi o'zini har bitta nisha, har bitta yo'nalish o'zini maqsadli auditoriyasini aniqlab oladi. Shu maqsadli auditoriyasi doirasida, demak, reklama va marketing strategiyalarini qilishni boshlaydi. Shu asosda reklama bergandan keyin, marketing qilingandan keyin yoki production qiladi, mediaga chiqadi, o'zini tovarlari, xizmatlari to'g'risida gapirishni boshlaydi. Va shu maqsadli auditoriyaga gapirgan asnosida ko'pchilik nima o'zini imkoniyati bo'lmasada mana shu marketingiviy va'dalarga yoki marketingiviy reklamalarga ishonishadi. Va tabiiyki o'zini holatini bilmasdan turib, qanday qilib kirib qolganini, qanday qilib shu do'kondan o'sha tovarni olganligi yoki qanday qilib dastavkagaligi bosib qolganini bilmaydi. Emotsiyada bo'ladi haqiqatan ham. Va bu men o'ylaymanki, buni bitta yechimni aytolmayman. Mana shu yechim orqali biz insonni hissiyotlarini kontrol qilishga oid mana shu narsani aytsak, mana tabletka beramiz, mana shu tabletkani iste'mol qiladi, bo'ldi, u o'zini emotsional hissiyotiy holatini kontrol qila oladi degan bir holatda bu bir qancha retsept yozib berishimiz mumkin. Uslovno doktorga borsak ham bizni aytsak, qanaqadir holatimizdan kelib chiqib, 3 tadir, 5 tadir, 7 tadir retsept yozib beradi. Bunda ham men o'ylaymanki, inson o'zini emotsional holatini nazorat qilish uchun, hissiyotlarini nazorat qilish uchun albatta ilm kerak. Ilm bo'lganda ham pul ilmi, moliyaviy ilm, moliyaviy savodxonligi, daromadlar va xarajatlar holatini, balansirovkasini yoki muvozanatini ushlolmaydigan inson bugungi kunda juda qiynaladi. Chunki bugungi kun shunaqa bo'ldiki, kapitalizm holati, ya'ni bozor iqtisodiyoti, hamma narsa moddiyotga, hamma narsa bir mablag' ustida quriladi. Hattoki ko'p munosabatlarni ham ko'ramiz, moddiyot bilan bog'liq munosabatlar. Bundan kelib chiqib men shu narsani bir ta'kidlagan bo'lardimki, jamiyatda bu narsani bir holatni nima qilish uchun, demak, nazoratini ushlash uchun yoki yechim berishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Aytdik, demak, moliyaviy intellektini oshirib orish va biz ko'ryapmizki, juda ko'p, masalan, bog'chadagi maktabgacha ta'lim muassasalari bor. Maktabgacha ta'lim muassasalariga borishdan boshlab bolani, demak, pul ilmi bo'yicha oddiy usullar bilan, gamifikatsiya yo'llari bilan, o'yin holatlari bilan pul ilmi savodxonligini, nima xarajat nima, daromad nima, oddiy kartinkalar bilan, oddiy ko'rinishlarda, oddiy usullarda o'rgatishni boshlasak. Keyin maktabni olaylik, universitetni olaylik, hayot jabhalarimizni hammasini olaylik. Nima bo'lyapti bu jabhada? Juda ko'p tizimimiz pul bilan bog'liq. Juda ko'p hayot tizimimiz, juda ham ko'p jabhalarimiz, demak, pulni sarflash, demak, pul instrumenti orqali biz har bitta jabhamizni, demak, sarflashga yoki nima qilishga harakat qilyapmiz. Demak, shu asnoda biz kerak bo'lsa maktabgacha ta'lim tizimidan boshlab, maktab tizimidan boshlab, mana bizda moliyaviy savodxonlik qanday qilib birdaniga oshib qolmagan. Har xil o'yinlar bilan, mana Robert Kiyosaki degan bir nima bo'lardi, avtor bo'lardi. O'sha 2008-yillarda, 2010-yillarda kvadrant денежный поток deymiz. Pul oqimini, demak, kvadrantlari o'qirdik. Yoki cash flow degan o'yinlar bo'lardi. 101, 202, mana shular orqali yoki buni oddiyroq soddalashtirilgan varianti bilan maktabgacha ta'lim tizimiga kirib borish kerak. Maktab tizimiga kirib borish kerak. O'rta maxsus tizimni, oliy tizimni pul ilmi holatini ko'proq shu bo'yicha nima qilishimiz kerak. Mana institut talabasi o'qiydi iqtisodiyotni, yo'nalishi iqtisodiyot, pul ilmini bilmaydi. Bu nima degani? Yoki moliyani bitirishyapti-da, o'zini shaxsiy moliyasini boshqarishni bilmaydi. Mana eng birinchi masala inson emotsiyasini kontrol qilishning yo'li ilm orqali. Biz ilm orqali hissiyot boshqaramiz. Bo'lmasa, o'sha ilmni bilmasak, moliya ilmini bilmasak, moliyaviy savodxonligimiz bo'lmasa, xarajatlar va daromadlar holatimizni boshqara olmasak, biz albatta kalamushlar poygasiga tushib qolamiz. Biz albatta mana bunaqa tuzoqlarga tushib qolamiz. Shuni oldini olish maqsadida men o'ylaymanki, yagona faktor ilm. Undan keyin bir qancha faktorlar bor.
Eng asosiysi moliyaviy ilm. Eng asosiysi savodxonlik. Va undan keyin demak xalqimizda aaa, tadbirkorlik ilmini ham kuchaytirish kerak. Ko'pincha o'sha boqimandalik chiqarish, o'sha kambag'allikdan qisqartirish bo'yicha bir qancha chora-tadbirlar qilinyapti davlat dasturi doirasida. Lekin buni xususiy sektorlar ham sekin-sekin amalga oshirish kerak. Jamiyatda qanday qilib biz kichik biznes va o'rta biznes nuqtai nazaridan nima qilamiz? Mana hozirgi qadamlarimizni aytishimiz mumkin. Mana sizga yechim sifatida mana bizda Xonsaroy biznes akademiyasida xuddi mana shu narsa mana talabalardan boshladik yoki biznesni noldan boshlash. Katta sarmoya qilmasdan kichkina sarmoya bilan yoki umuman sarmoyasiz ham qanaqadir bizneslarni, yo'nalishlarni boshlash mumkin. Daromadlarni topish mumkin kabi bir qancha masalalarga oydinlik kirityapmiz. Xususiy sektorlar, katta-katta kompaniyalar mana bu tizimga ham, ijtimoiy sohaga ham pul tikib, moliyalashtirib bir judayam bir xayrli ishni boshlagan. Shu asnoda aytgan bo'lardimki, moliyaviy bilim, moliyaviy inchlik, biznes inchlik judayam muhim. Xalq agar shu narsani xalqimiz, ijtimoiy jamiyatimizdagi insonlar turli qatlam, shu deylik moliyaviy holatini, moliyaviy hayotini pul bilan, mablag' bilan boshlagan insoniyatdan boshlab, yoshdan boshlab, o'sha kerak bo'lsa yoshi katta insonlargacha bu narsani kirib borishimiz kerak. Bu narsani ilmini oshirishimiz kerak. Agar bu ilmni olmagan inson juda og'ir holatlarga tushib qolishi mumkin. Kerak bo'lsa stressda, kerak bo'lsa depressiyaga, kerak bo'lsa juda turli holatlarga. Mana jamiyatimizda eshityapmiz, turli xil suitsidlar, boshqalar, turli xil ka da shunaqa oxirgi yangiliklarni eshitdikki, davlatni byudjetidagi pulni kerak bo'lsa qanaqadir totalizatorlik bir Ha. o'yinlarga tikib yorib, boshqa qilib. Bu nimadan dalolat? Mana sizga moliyaviy savodxonlikni yo'qligi, mana sizga o'sha hissiyotlarni, o'sha emotsiya davrida bo'lganda, emotsiya положениясida, emotsiya hissiy holatda o'sha narsani qilgan. Ya'ni odatda aytiladi, hissiy holatda qarorlar qabul qilmang. Bu juda katta yomon oqibatlarga olib kelishi va mana shu asnoda inson juda katta xatolar qiladi va o'ziga o'zi juda ko'p muammolarni keltirib chiqaradi. O'zi bilsangiz, universitetda o'qigan paytimizda ham ekonomika nima deb экономика, endi rushlab aytaman. Экономика — это наука по ведению хозяйства при неограниченных человеческих потребностях, но ограниченных человеческих возможностях и финансах deymiz, Mh. да. То есть finanslarimiz kam, lekin potrебностьlar, xohlayotgan narsalarimiz juda ko'p. Shu paytda hattoki shuning uchun ekonomika bilimi ham paydo bo'lgan. Shu odamlar, odamni psixologiyasi shunaqa, biz hech qachon to'ymaymiz. Hozir eshitilsa ham, hech qachon to'ymaymiz. Ko'proq har bitta odam ko'proq narsa xohlashni olishni xohlaydi. Hozirgi paytda kreditovaniya bor, har xil nasiya savdo usullari ko'p. Odamlar o'ylaydiki, hozir hech narsa to'lamayapman-u. Mh. Hozirgi paytda hech narsa расход qilmayapman. Zato kerak masalan eng oxirgi payt masalan iPhone'li bo'laman deydi. Yoki mashinali bo'laman deydi. Qimmat mashina, masalan arzon mashinadan boshlasa bo'ladi. Yo'q, qimmat mashinali bo'laman. Ertaga to'layman-da deydi. Shu paytda masalan o'zimni atrofimni qaraydigan bo'lsak, o'zimni ukalarim ham bor, yosh ukalarim bor, 18-20. Endi shu eko ekonomik sistemaga endi kirib kelgan paytlari. То есть oldinlari ota-onasidan pul olishgan, ota-onasi boqishgan, endi ular o'zlari samostoятельно, o'zlari xohlab, o'zlari ish topib, ishlashni boshlashgan. Masalan, oyliklari ham unaqa baland emas. Ba'zilar 3 milliondan boshlagan, kimdir 5 million oylik oladi. Shu paytda ham odamlar kelishadi-da, ukalarim, iPhone olmoqchiman, kreditka deyishadi. Nima qilasan, iPhone'ni nima keragi bor senga desa, shu savolga javob berisha olmaydi. Kerakda, yaxshi telefonda, zo'r telefon deyishadi. Telefon nima qilmoqchisan? Kontent olmoqchimisan? Video olmoqchimisan? Video kontent olmoqchi bo'lsang, mayli, gap yo'q. Yo'q, video olmayman. Unda nima uchun? Qayerdir delovoy встречalaring bormi? Fond. Ko'rsatib berasanmi? Delovoy встречада o'zingni prezentabelni ko'rsatish uchun iPhone olmoqchimisan desam, bilmayman deydi. Yo'q deydi. Unda nima keragi bor desam ham javob bera olmaydi. Shu paytda masalan boshida o'zimga savol berdim. Shu paytda shu narsa nimaga menga kerak deb har bitta odam menimcha javob berishi kerak. Просто pont uchun kerak bo'lsa,
U, конечно, bu noto'g'ri pul ishlatish. Agar, конечно, o'z pulingiz, xohlasangiz ishlating. Bu har bitta situatsiyada o'zimiz agar sizda obyektivno shu iPhone'ga keraklik, masalan, video kontent qilyapsiz, SMM bilan shug'ullanasiz, shu iPhone'ning funksiyalari ko'p, video materiallar yaxshi olasiz, kelajakda shu sferada rivojlanmoqchi bo'lsangiz, mayli oling. Lekin maksimalniy eng krutuyini olmang, arzonroqlari bor. Masalan, 15 bilan 16 ning orasida, э, narxida baribir bor farq. Mhm. Lekin shundayam, mm, kачествосida, video kачествоsi unaqa katta farqi yo'q to'g'risi. Любой odamni olsangiz, buni qaysi biri 16 da, qaysi biri 15 da olingan tushunmaydi. Shu paytda shunaqa boshla desam ham, odamni ichida niyati bor shu narsani olish. Lekin u odam tushuntirib bera olmaydi nimaga xohlayotganini. Hozirgi paytda na masalan, ota-onalarimiz haqida gapiradigan bo'lsak, ota-onalarimiz param boshqa sistemada, boshqa ekonomический stroyda katta bo'lishgan. Lekin hozirgi bolalar, hozirgi yoshlar kapitalistik sistemada katta bo'lishyapti. Lekin shunda ham o'zini emotsional уровеньni, emotsiyalarini kontrol qilisha olmaydi. Nega unaqa bo'ladi deb, o'ylayman har safar. Siz aytgandek shu maktabda bытовой ekonomikani o'tishmaydi. To'g'risi, Mhm. общий ekonomikani o'tishadi. Ekonomika nima, nauka Да, да. nima, lekin bытовой usulda, masalan, hozirgi paytda hayotda nima uchun kerak u ekonomika? Nima, qanaqa qilib ishlatsa bo'ladi? O'zimda bo'lgan situatsiyalar, yoshi katta odamlarni ham oladigan bo'lsak, o'zimizni bitta uzoqroq amakimiz kreditga mashina olgan. So'rayapman, protsentni stavkasi qancha? Bilmayman. Общий narxi qancha bo'ldi? Bilmayman. Mhm. Qanchaga otsinka qilishdi? Bilmayman. Po faktu odam bilmaydi. Odam biladigan narsa u birinchi to'lovi to'g'ri keldi va oyma-oy to'lovi to'g'ri keldi. Keyin hisoblab chiqsangiz, u protsent stavkasi ham 37-38% bo'ladi. Avtomobil amortizatsiya degan narsasi bor. Amortizatsiyasi примерно 15-20% ga teng. 15%, 20% ga ham to'g'ri kelmayapti u situatsiyalarda. Shu, shu tomondan hozirgi paytda qanaqa qilib hozir oddiy odam, savolim, oddiy odam shu bilimlarni oshirsa bo'ladi? Eng доступный условиyalar, masalan, akademiya deyapsiz. Просто odam qaysi kitoblarni balkim, qaysidir materiallarni o'rganishi kerak deb sizga savol. Zo'r ko'tardingiz mavzuni. Chunki bu muhim. Juda ko'pchilikka mana tavsiyalar beramiz. Juda ko'pchilikka qanaqadir bir yo'naltiramiz insonlarni. Shunda manga yana e'tirozlar paydo bo'ladi. Siz aytadigan narsalar kurs pullik yoki u qimmat degan bir e'tirozlar paydo bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Endi bu borada agar aytadigan bo'lsam, misol uchun mana Xonsaroy Money degan loyiha bor. Xonsaroy Money loyihasidagi o'sha berib boriladigan efirlar ham oddiy misol mana moliyaviy intellekt, moliyaviy savodxonlikni oshirishga Mhm, qaratilgan. Biz, bir qanaqadir, kanallarni yoki, nima desam bo'ladi, ochiq bu kanal, yopiq, Telegram kanal emas. Xohlagan vaqtda poisk bersangiz ham Xonsaroy Money desangiz kelib chiqadi. Shunda o'sha haftaga 2 marta berib boriladigan efirlar ham bepul variantda mana. Hech kimga sotilayotgani yo'q bu kurslar mhm, yoki hech kimni qanaqadir narsaga da'vat qilinayotgani yo'q bu kurslar. Oddiy mana shu 2 oydan beri berib borilayotgan ma'lumotlarni bazasini olib YouTube'dagi formatda qarab chiqsangiz ham juda katta, ma'lumotlar bazasiga ega bo'lasiz. Hech bo'lmasa fundamental, bazaviy ma'lumotlarga ega. Bu birinchi variant. Ikkinchi variant, YouTube platformasi bor, bilamiz. Instagram, boshqa ijtimoiy tarmoqlar bizga nima bo'lib qoldi? Qisqagina dofamin bo'lib. Qisqagina, masalan, nimadir olamiz, bo'ldi, o'tkazib yuboramiz. Nimadir olamiz, lekin bilmaymizki, juda katta vaqtimizni qismi o'tib ketganligini keyin his qilamiz. Mana mhm, ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha, mana telefon, internet haqida agar gap ketsa, bir sutka davomida biz qancha vaqtimizni ijtimoiy tarmoqlarga yo'qotyapmiz. Qanchasi shuni foydali yoki samarali, qanchasi foydasiz, samarasiz. Mana buni kerak bo'lsa inson kunlik o'lchab borsa bo'ladi. Qancha qismida onlaynda turdi yoki internetdan qaysi ma'lumotlarni oldi, qaysi kontentlarni hazm qilyapti. Kontent masalasi juda yuqori darajaga chiqdi hozir. Har xil kontentlar bor, vaynlar bor, kerakli, keraksiz, insonni psixologiyasiga ta'sir qiladigan, insonni ongi osti yoki umuman, ruhiyatiga ta'sir qiladigan qancha kontentlar bor. Bizni xalqimiz, jamiyatimiz shu kontentlarni iste'mol qilyapti. Mana bunaqa varianti bor. Bu juda katta vapros, juda katta savol. Mana ikkinchi nimasini aytdik, mana YouTube.
juda ko'p, обучающий videolar bor. Juda ko'p o'qitish formatdagi videolar bor, bepul o'sha shaxslar, kompaniyalar yoki, ekspertlar tomonidan shu formatda o'sha qilingan, yuklatilgan bu narsa. Olib, poisk berib, izlab, topib ma'lumotlarni o'rgansak bo'ladi. Mana bepul variant. Hımm. Bu judayam ko'p, nima, ya'ni shunaqa nimalar bor, juda ko'p, ekspertlarni, o'zlarini kurslarini bepul variantlari, masalan, demo variantlari. Bu ham zo'r. Oldik, kirdik, qisqa muddatda o'rgandik. Agar yana chuqurroq bo'lsa, marhamat, to'laylik, o'qiylik. Juda arzon, juda qimmat kurslar emas bular. Hı hı. Moliyaviy masalada, o'rgansak bo'ladi. Juda ko'p informatsiyalar biz uchun dostupniy. Ya'ni biz o'sha ma'lumotlarga ochiq, oydin kirib, shaffof ko'rib, o'rganib narsa qilsak bo'ladi. O'rgansak bo'ladi. Bu narsa ochiq. Va turli xil kitoblar. Mana, bizda o'sha 2008, mana 2010-yillarni tilga oldim. U paytlarda, moliya va biznesga oid judayam kam edi informatsiyalar, ma'lumotlar. Judayam men o'zimni kitobimni eslab bilaman. Shu birinchi betiga o'sha yilini yozib qo'l qo'yganman. U paytda borardik, o'sha kitob sotib oladigan do'konlar, boshqalarda biznes bo'yicha turardi. O'sha Napoleon Hillni kitoblari, "O'yla va boy bo'l", Robert Kiyosakini kitoblari, "Boy ota, kambag'al ota" yoki "Pul kvadranti oqimi" kitoblari turardi. "Vavilonning eng boy odami" kitobi turardi. Va shunga o'xshagan yana 4 ta 5 ta avtorni kitoblari. Juda unaqa, Brayan Treysi, Bodo Sheferlarni kitoblari keyin chiqdi u. Keyin yil o'tgan sari. Lekin o'sha 2007, 2008, 2000 o'sha 10-yilgacha eslaydigan bo'lsam, shu 4-5 yillik muddatda kitoblar juda kam edi. Finansiy intellekt, biznes intellekt bo'yicha juda kam edi kitoblar. Mana hozir endi olib qarang, Instagramga kitob book deb tering, qancha biznes kitoblar, qancha moliya kitoblari kelib chiqadi. 20 mingdir, 30 mingdir, 40 mingdir, 50 mingdir, boring yana 100 ming. Juda ko'p kitoblar to'plam, hattoki to'plamlarini 200 ming, 250 mingdan sotishyapti. Agar inson haqiqatan istasa, u o'sha ma'lumotni topadi. Shunaqa nima bor. Qachonki o'quvchi tayyor bo'lsa, ustoz hamisha keladi. O'shanda ustoz keladi. Ya'ni o'quvchi deganda bu yerda shaxs o'zi shaxsan tayyormi o'sishga? Hımm. O'zi istayaptimi o'sishni? O'sha kalamushlar poygasidan chiqib ketmoqchimi? Hayotini yaxshilamoqchimi? Xarajatlar va daromadlarni to'g'ri boshqarishni o'rganmoqchimi degan savol turadida. Mana shu savolni o'ziga bergan inson, boya to'g'ri aytdingiz, har bitta inson o'ziga savol berishi kerak. Shu покупка, shu jihoz, shu matoh men uchun o'zi kerakmi yo'qmi? Qanchalik darajada foydali? Qanchalik darajada menga manfaat keltiradi? Mani ishimni yaxshilaydi? Mani shaxsiy rivojlanishim yoki shaxsiy o'sishimga qanchalik darajada, foydali yoki ishimni o'sishiga qanchalik foydali degan savollarni berish kerak. U avtomashina bo'lsin, u xonadon bo'lsin, u oddiy gadjet bo'lsin, u sayohatlar bo'lsin, boshqalar bo'lsin. To'g'ri aytamiz. Sayohatlar albatta kerak. Insonni shaxsiyatini, dunyoqarashini rivojlantiruvchi albatta zo'r instrument. Lekin buni qachon ishlatish kerak? Uni o'sha inson tayyormi? O'sha sharoitdami o'zi? Ya'ni insonni o'sha kalibri bo'ladi-da. Kalibr darajasi qanchalik darajada? O'sha yetib kelganmi shu kalibr darajasi? Har oy bitta yo ikkita sayohatga chiqish, yo turli davlatlarni madaniyatini, tarixini o'rganish, yo bozor infrastrukturasini ko'rib chiqib, yoki boshqa davlatlarga borib uni ideyasini, qanaqa ideyalar o'sha davlatda zo'r ketyapti, nima trendlari bor, yoki выставкаlarga ishtirok etish, yoki qanaqadir ko'rgazmalarga, biznes forumlarga, обучениyalarga ishtirok etish. Bu albatta hammasi постепенно, qadama-qadam bo'lishi kerak. Har bitta narsa. Hozir mayli bepul ilmlarni oling, o'rganing, keyingi etapga keyin sal $50, $100, $200 kurs variantiga chiqasiz. Keyin уже $1000, $1500, $2000lik kurslarga keyin chiqasiz. Undan keyin 5000, 10000, undan keyin 50000, 100 minglik kurslar holatiga chiqasiz. Bor unaqa ustozlar. Bu ham xuddi moliyaviy intellekt, moliyaviy savodxonlik va biznes savodxonligi ham xuddi shu narsa. Bog'cha davridan boshlanib turib, mana alfavitdan boshlaymizda, keyin уже maktab, tam kollej, institut, universitet, bakalavr, magistratura, aspirantura, doktorantura deganda buni chegarasi yo'q. Biz oxirigacha ilm olamiz. Oxirigacha rivojlanamiz. Ya'ni o'sha Kaizen falsafasida shunaqa tizim bor. 1%, har kuni 1% o'sish. Сегодня мы лучше, чем вчера. Ya'ni bugun biz kechaga nisbatan yanada yaxshiroq bo'lishimiz kerak.
Hech bo'lmaganda 1%. Shundagina mana shu prinsip bilan biz o'sa olamiz. Mana shu prinsip bilan biz o'zimizni daromadlar va xarajatlar holatimizni boshqara olamiz. Boshqarsak biz tuzoqlarga tushmaymiz. Ana haligi yuqorida aytgan tuzoqlarga tushmaymiz. Biz to'g'ri покупkalarni qilamiz, to'g'ri sotib olishlar bo'yicha yaxshi qarorlar qabul qilamiz va sifatli qarorlar qabul qilamiz. Har xil emotsiyalarni, hissiyotlarga uchmaymiz. Har xil kredit va qarz tuzoqlarga tushmaymiz. Eng muhimi o'zimizni pulimizni qanday qilib, qanaqa instrumentlar bilan ko'paytirish. Mana bu haqiqiy yechim deb. Biz sizda keyin qo'shmoqchiman, kreditni yomon deyayotganimizdan joiz, yomon, yaxshi, kredit yoki nasiyalar rosa pul eshitayotganlar uchun, ko'rayotganlar uchun. Kredit bu instrument. Bu pichoqqa o'xshaydigan narsa. Pichoq bilan ovqat tayyorlasangiz bo'ladi. Pichoq bilan bu birovni qo'rqitsangiz ham bo'ladi, so'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu Albatta. prosta instrument. Har doim biz instrumentni to'g'ri ishlata bilishimiz kerak. Ha, kredit, nasiya, savdo hamma o'sha рассрочка usullariga, shu bo'lib to'lash usullariga tegishli. Bu yerda biz qarab chiqishimiz kerak, o'rganib chiqishimiz kerak. Qanaqa pichoq sotib olayotganimizni ko'rishimiz kerak. Bu pichoq bu nima uchun? Bu sabzi to'g'rash uchunmi, piyoz to'g'rash uchunmi? Bu piyoz Pichoq bizni qo'limizni kessa, demak pichoq yomon degani emas-ku. to'g'ri. Faqatgina biz uni noto'g'ri Ishlatdik. ishlatdik. Noto'g'ri To'g'ri ishlatdik. aytasiz. To'g'ri To'g'ri aytasiz. ishlatishni o'rganishimiz kerak. O'rganishimiz kerak. Xuddi shunaqa qilib kreditda ham, nasiya savdo bo'lib to'lashda ham biz o'rganib chiqishimiz kerak. Hozirgi paytda shu instrument bizga kerakmi, Yo'q. kerak emasmi? Ko'pchilik tanishlarim bor. Ishi yo'q, shunaqa situatsiyalar bo'lgan, ishi yo'q. Masalan, Yandeksga chiqmoqchi, o'sha paytda kredit olib, mashinani olib, nasiyaga olib, bo'lib to'lashga olib, mashinani haydab, o'zini oilasini va o'qiyotgan odamlar ham bor. Bu yomon instrument, bu situatsiyada bu yomon instrument emas. Qancha odamlar masalan kvartirali bo'la olmaydi, o'sha paytda nasiya savdoga bo'lib to'lashga olib, kredit, ipotekaga olib, masalan, uy joyli bo'lgan odamlar ham juda ko'p. Bu yerda biz qaytib ishlashimizga bog'liq. Masalan, bizga shu iPhone'ni ham kreditga olmang demaymiz. iPhone'ni ham olsangiz, sizga kerak bo'lsa, sizga professional tomonidan yoki qaysidir ish tomonidan yoki rivojlanishingizga yordam beradigan bo'lsa, oling. Qolgan payt nima keragi bor? Xuddi shu funksiyalar boshqa telefonlar ham ochiladi. Pont uchun bo'lsa, pontni bu yerda prosta telefondan tashqari boshqa narsalaringiz ham bo'lishi kerak-da, pontovatsiya qilish uchun. O'zizni ilmingiz bilan motivatsiya qilsangiz yoki karyeralaringizda, o'sishingizda, bilimlaringizda qayerdadir shu выставkalarda выступлениялаringiz bilan yoki ilmiy tomondan motivatsiya qilganingizdan keyingina iPhone olsangiz, bu дополнение bo'lishi mumkin. Lekin prosta tak iPhone bilan bu pont deb hisoblamayman. Masalan, qancha tanishlarim bor iPhone'da, lekin avtobusda yuradigan odamlar bor. Bu yomon ham emas. Lekin pulni расходы определённо. Shu iPhone'da ikkita iPhone olsangiz, po faktu bitta mashina ham sotib ola olasiz. Masalan, minimal Matiz'da sotib ola olasiz. iPhone'laringiz ham qimmat narsalar. Xuddi shunaqa boshqa instrumentlar ham bor. Bu yerda kontrol qilib olib borishimiz kerak o'zimizni, chunki kreditovaniyaning qulligiga kirib qolishimiz kerak emas. Chunki oyligimizni, finansiy расчётlarimiz ham to'g'ri kelishi kerak. Shuning uchun davlatda o'zi ham kontrol qiladi maksimal, lekin bankovskiy strukturalar shunaqangi ko'payib ketgan. Hozirgi bankovskiy instrumentlar shunchalik ko'p, любой payt o'zimda xohish bo'lmaydi deb o'ylaysizmi? Masalan, o'zim ham masalan ekonomistlikni bitirgan bo'lsam ham, o'zimda ham qayerdandir chiroyli narsani ko'rib qolsam, bir narsani ko'rib qolsam, shuni olsam zo'r bo'lardi. Mana kredit berar ekan, TVC berar ekan, mana boshqa bank berar ekan, bu berar ekan. O'zim ham SMS keladi. O'zim sizga 100 milliongacha beramiz, TVC keladi. 70 million beramiz. Zo'r deyman. Insonga intellekt bo'lgani sari baribir hissiyoti uni jo'shib ketadi. Hissiyot baram xohlaysiz bu narsani. Chunki tayyor SMS kelib tursa-da, siz xohlagan, orzu qilgan narsangizga hozir 1 soniyada erishishingiz mumkin. Lekin esdan chiqish kerak emas. Kredit bu kelajagingizdan, kelajakdagi hayotingizdan minus qilish, finansiy minus. То есть moliya tomonidan, finansiy, oilaviy kelajakda minus qiladi. Masalan, o'tmishingizda emas. Hozir masalan tayyor 100% sotib olsangiz, bu o'tmishingizdan minus qilasiz. O'tmishingizda mehnatingizdan minus qilasiz. O'tmishdagi masalan yig'ib minus qilgansiz va hozirgi paytda olasiz. Bu kelajakdagidan minus. Siz o'tmishda osinga qila olasiz, o'tmishda nima bo'lganini bila olasiz, lekin kelajakda nima bo'lishini bilmaysiz. Hayotimiz shunaqa, hammamiz issiq jonmiz, ertaga sog'lig'imiz Xudoyim ko'rsatmasin birinchi bo'lib qolsangiz-chi,
Kim to'laydi bu kreditni? Oilangiz to'laydimi? Bola-chaqangiz to'laydimi? Qanaqasiga bu kreditni qullikdan chiqib keta oladi? Shu tomonini ham o'ylash kerak. Yoki ertaga qaysidir bank prosto uy joyingizni olib qo'ysa yoki mashinangizni olib qo'ysa, bu qanchalik yaxshi ertaga zatratalaringizga ham qoplamaydigan bo'lib qolishi ham mumkin. Mhm. O'z расходlaringizni ham qoplamaydigan, o'z kirgizgan pullaringiz, investitsiyalaringizni ham qoplamaydigan bo'lib qolishi mumkin. Bu paytda har doim biz otsinka qilib borishimiz kerak. Qanchalik bu narsa bizga hozirgi moment muhim. Muhim. Menga Kim- masalan Gentra olaymi, $3000 qo'shib yoki 11 bor Cobalt olaymi. Bu yerda kredit olib 3000 qo'shib Gentra olaymi, Cobalt olaymi. Po faktu ikkalasi ham bir xil funksiyadagi Tanlovimiz mashina. qanchaga tushadi? Qanchalik to'g'ri keladi. Undan ko'ra Cobalt olaylik. Kelajakda o'zimizni qiynab qo'ymaylik. Kelajakdagi buni barham to'laysiz, qachondir to'laysiz. Hozirgi payt bo'lmasa ham ertaga to'laysiz. Shu paytda, ertangi paytda pul kerak bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa situatsiya bo'lishi mumkin. $3000 shu kerak, siz esa kreditga to'lashingiz kerak. Bank kutib o'tirmaydi. Hech qaysi nasiya savdo ham kutib o'tirmaydi. Bu sразу arest yoki перепродажа qilib, sotib, raslar qilib, baron bank o'zining pulini olib oladi. Siz esa shu bankka pulni to'lab berishingiz kerak. Shuni adekvatno otsinka qilib olib borishimiz kerak. Shu paytda hammasi bu aytib o'tganday bir-biriga juda ham bog'liq. Agar siz o'z finanslaringizni qancha pul ketkazishingizni, qancha doxod, foyda olishingiz va qancha pul ketkazayotganingizni bilmasangiz, shunaqa narsalar sotib olishga niyatlaringiz juda ko'payib ketadi. To'g'risi. To'g'ri. Chunki ko'payib ketgandan keyin bizda esa kapitalizm bunaqa kredit, mana ol, problemasi yo'q. Mana ol. Bu magazinlar uchun, masalan, sotuvchilar uchun bu plyus. Sotib olayotgan odam uchun bu определённый minus. 90 shu bitovoy texnikani masalan oladigan bo'lsak, 80% bu noto'g'ri olingan narsalar. 20% to'g'ri olingan narsalar. Tushunaman. Rejalashtirish, reja rejalashtirib, orqali. Masalan, bo'ladi shunaqa situatsiya, gaz plitangiz yo'q. Mhm. Gaz plitangiz yo'q bo'lsa, olishingiz kerak, noilojdan olasiz. Nasiyaga olasizmi? Shunaqa situatsiyalar bo'ladi. 70-80% demak emotsiya, o'sha hissiyot Ha. asnosida yoki aytganingizdek fond yoki mani uyimda hamma narsa bo'lishi kerak, jihozlar hammasini podryad haligi rejada bo'lmasa ham haligi очередь emas, ya'ni navbat bilan emas, navbat bilan inson yopmaydi-da o'z holatini va birdaniga qilgisi keladi. Ha, to'g'ri. Birdan o'sha birdan bo'lsin degan tushuncha borda insonni Mhm. ichida. Lekin shoshmay tur, hozir mana buni yopaman, keyin mana bu narsani qilaman. Endi-ku mana bu narsani qilaman. Kelasi oy mana buni rejalashtirish bu zo'r narsa aslida-da. Keyin yana bitta bir savol bor edi. Mana shu o'rta sinf daromadlari haqida agar gapiradigan bo'lsak, mana hozir 3 milliondir, 5 milliondir, 10 milliondir, 15 milliondir har xil demak oylik ish haqlari bor, boshqasi bor. Xalqda shunaqa tushuncha bor. Umuman moliyada, moliyaviy ekspertlarimiz aytadiki, tavsiyalari har bitta shaxsni yoki har bitta oilani, hattoki har bitta kompaniyani nimasi bo'lishi kerak? Moliyaviy xavfsizlik yostiqchasi. Mana shu narsa qanchalik hozir jamiyatda shu ilm kerak yoki mana shunaqa instrument kerak, xavfsizlik yostiqchasi degan narsa. Hozir qarang-da, sizda bu yerda kreditlaringiz bor bo'lsa, qanaqa xavfsizlik yostiqchasi haqida gapirasiz? Bu fakto xavfsizlik yostiqchasini hammasini kredit to'lash bilan o'tib ketadi. Yoki kreditni to'lamoqchi bo'lasiz. Hamma kredit bilan tezroq to'laydi deydi, hech kim qilib cho'zib o'tirmaydi. Shu paytda xavfsizlik yostiqchasi yo'qolib qoladi. Shu paytda Xudoyim ko'rmasin, qanaqadir situatsiya, qanaqadir yoki yaxshi, naborat положительный narsa ham bo'lishi mumkin. Shu paytda shu pulni shu investitsiyaga tiksam, bir oydan keyin doxod olaman deb tiqmoqchi bo'lgan pulingiz yo'q bo'lib qolishi mumkin. Kimdir 15 ming turadigan mashinasini 11 mingga sotayotgan bo'lishi mumkin. Shunaqa chiqib qoladi, bo'lib turadi. Aslida esa shu paytda shu yetmagan summasi yetmay turishi mumkin. Shu paytda har doim bizda har doim yostiqcha bo'lishi kerak. Lekin kreditda shunisi yomon, shu moliya yostiqchasini yoqib tashlaydi. Chunki odamlarda qolmay qoladi. O'zim masalan, endi qachon ancha bo'lgan, bitovoy texnika magazinlarida ishlaganman. Bitovoy texnika magazinida direktor bo'lib ishlaganman. O'sha paytlar biz основной instrumentimiz shu рассрочкаga sotish edi. Рассрочкаga sotish o'zimda bo'lgan situatsiyalar, odam kelyapti. Qiynali, bizda penallar bo'lardi. U paytda shtrafnoy sanksiyalar bo'lardi. Sudga oshirilgan, odam to'lamagan, bizga keldi. Iltimos shu penal kanallarda shtrafnoy sanksiyalarni olib tashlang. Kredit olib qo'yganman, hayotimda shunaqa situatsiyalar bo'ldi, qiyinchiliklar bo'ldi. Endi ichki hayotini tushuntirib beryapti. Endi barim har doim odamni tushunadi, yordam berishga harakat qilamiz. O'sha yerda masalan 2 soat, 3 soat vaqtimni ketkazdim, debitorskiy odel hammalar bilan yordam berdim. Uni yopdik, u odam
hamma shtrafdan qilsiz, yordam bering, xursand bo'ldi, rahmat dedi, hamma qarzlarni yopdi-da, chiqib ketdi kabinetimdan, magazinga chiqib ketdi. Biroz yarim soatdan keyin chiqsam, очередьda turibdi. Nima olyapsiz desam, telefon olyapman dedi. Shunaqa рассрочка yana telefon Рассрочка. olyapti. Bu odamni hissiyoti kontrol qilolmasa shunisi yomon-da. То есть u odam telefon olaman deb kelmagan bo'lishi ham mumkin. O'sha paytda kelganda, qutulib bo'ldimi deganda, mana bu qaraganda telefonni ko'rib qolib, telefon olsam bo'larkan deb olgan bo'lishi mumkin. Lekin siz tushunsiz bu uchun bu yerda 200 minglik qarzni biz zo'rg'a yopganmiz, u telefon olgan. Telefon 400 mingdan ko'proq oylik to'lov. Shunaqa situatsiyalar juda ko'p bo'ladi. Keyslar ham, situatsiyalar ham Shunaqa bo'ladi. ko'p turadi, keyslar bo'lib turadi. Biz уже ko'rganmiz, qanchalik qiyinchiliklar olib keladi. Keyin ko'pchilikning xatosi tanishiga yoki o'zini qarindoshiga, yaqiniga kreditga narsa olib berish. Eng katta xatoliklardan biri hozirgi paytda bozorda ko'pchilik shu hozir bizda bor-ku, berardi, kirar joni, chiqardi, qaytardi, chiqar joni Shunaqa deydi. bor. Xuddi shunaqa situatsiyalar bizda ko'p bo'ladi. Va'da berishadi, juda ko'p va'dalarni eshitganmiz, bunaqa qilib o'zimiz ham ko'rganmiz. O'rtoq, to'lab beraman o'rningga, olib ber. O'zimda просто запретim bor-da, ololmayman deydi. U nega zapret olgan, nega unaqa bo'lgan deb o'rtog'i o'rganmaydi. O'rtog'im-ku to'lab beradi Ishonadi. deydi, ishonadi. Olib beradi, keyingi oy уже ko'ramiz, yana очередьga turgan bo'ladi. Shu qarzlikni ololmayapman, shu odam to'lash kerak deydi. Договорda u odam qo'l qo'ygan. U priomka передачani olgan. Keyin o'zini o'rtog'ini topolmayotgan bo'ladi. Shuning uchun biz yaqin qarindoshingiz bo'ladimi, do'stingiz bo'ladimi, o'rtog'ingiz bo'ladimi, shu paytda biz yo'q deyishni bilishimiz kerak. Chunki ertangi kreditniy nagruzka, ertangi nasiya nagruzkasi ham ertaga butun oilangizga tushadi. То есть u bitta texnikani siz ishlatmaysiz, boshqa odam ishlatib yuradi, lekin siz to'lab yurasiz. Bu juda katta problemalardan biri. Qancha situatsiyalar ko'rganman, ancha masalan doktorman deydi, o'zimizga kelib kelardi odamlar, doktorman deydi. Oyligim shuncha, kam oyligim 7 million oyligim bor. 4 million ipoteka to'lashim kerak. Bu odamga olib berdim, mana 2 million to'lashim kerak, to'g'ri keladi. Yana дополнительно. Hozir oilamga 1 millionga qolyapti deydi. Yordam bering deydi unaqa situatsiyalarda. Endi u odamlarga qaytib yordam bera olasiz? Faqat hech qanaqasiga yordam bera olmaysiz. Maksimalni shu shtrafni kamaytirishga harakat qilasiz, lekin har xil Bo'pti. shu paytda, конечно, har doim biz холодной головой deyiladi ruschasiga, endi o'zbekchalab sal bilmay turibman. Biz любой ideyani, любой покупкani bir yotib, hech bo'lmasa bir kun uxlang, To'ppa-to'g'ri. ertasi kuni turingda, kerakmi, menga kerak emasmi deb o'ylab ko'ring. Hech qachon spontanniy kirib qolib, masalan, Malika bozoriga borib qoldingiz, boshqa narsa olmoqchingiz, ko'rib qoldingiz, iPhone ko'rib qoldingiz. Bu faqat iPhone'ga tegishli emas, любой narsaga. U kompyuterni ko'rib qoldingiz, noutbukni ko'rib qoldingiz, kerak emas narsalardan olmang. O'zingizni sal deyishni biling. Masalan, chunki hozirgi paytda kapitalizm deb ham bozorimiz juda katta. Bir narsaga pulingiz yetmasa, shuni xuddi shu kanaliga bor, arzonroq, kачествоsi yomonroq bo'lishi mumkin yoki определенный funksiyalar bo'lmasligi mumkin, lekin shu narsa bor. Sizning funksiyalaringizga javob beradigan. Masalan, iPhone'ingiz bo'lsa ham, Samsung'ingiz bo'lsa ham, 90% funksiyalarni ishlatmaysiz. Xuddi shu funksiyalar boshqa, hatto knopkachi telefonlar ham bajaradi, faqat ko'radigan bo'lsak. Ko'p funksiyalarni. O'sha funksiyani bajaradi. Bajarib beradi. Masalan, video ko'raman desangiz, конечно, knopkachi telefonlar to'g'ri kelmaydi. Internetda o'tiraman desangiz, knopkachi o'sha paytda masalan boshqa Emotsiya bera olmasligi mumkin, lekin funksiya bajaradi. funksiyani bajaradi. Biroz tiying. Hozirgi paytda shuni arzonrog'ini oling, ertangi o'sha pulingiz yig'ilgandan keyin qimmatrog'ini olasiz. Qadamma-qadam degan prinsip muhim-da. Конечно. Bu yerda mashina bozorida ham xuddi shunaqa. Boshlang, Matiz'dan boshlang, nima qilasiz qimmat. Matiz'dan boshlang, masalan, ukam ham mana moshinadan sotib oldi, mana Matiz oldi, keyin hozir Cobalt qildi. Cobalt eskiroq edi, eskiroq Cobaltni sotdi, hozir Gentra qildi. Mana Gentrani endi sotib, endi Onyx olmoqchi. Endi xudo xolasa. Bu shunaqa erishiladi. Shunaqa. Hozirgi paytda Onyx olish oson. 50% ni to'lasangiz, Onyxni ham olasiz. Qolganini рассрочка 3 yilga bo'lib to'lashga berishadi. Lekin shu paytda unutish kerak emas. 3 yil umringiz, 3 yil u kichkina srok emas, bu 3 yil Bog'langan umringiz. holatda turasiz. Moliyaviy bog'lanasiz. Moliyaviy bog'lanib qolasiz. Shu yerda qolib ketishingiz mumkin, to'lamay qolishingiz mumkin. Ertangi hayotingizni hech kim bilmaydi. Ruhiyatimizga ta'sir qiladi, depressiya, stress, o'ylov, Albatta. sog'likka ham ta'sir qiluvchi narsalar. Qancha odamlarni ko'ramiz, masalan, shu finansiy yetishmovchilik bo'yicha ham oilalar ham buzilib ketyapti. Bu
Shu tomonlama biz risklarda har doim otseka qilib borishimiz kerak, baholab borishimiz kerak. Sog'liq. Bilishimiz kerak ertangi shunaqa qilsam, ertaga to'la olmaymanmi? Oylik 7 milliondan masalan oyga to'la olmaymanmi? To'la olmaymanmi? 7 million katta summa. $600 bo'lyaptimi? $600 ham katta summa. Kimdir oilasini boqadi masalan mashina olayotgan bo'lsangiz ham. Shu payt otseka. Agar masalan biz finansiy to'la olishimizga ishonsak, bizni passivniy doходimiz bor, запасной доходimiz bor, oyligimiz baland. Shu narsani ola oladigan bo'lsak, shu paytda ham finansiy instrumentlarni otseka qila bilishimiz kerak. Bu yerda masalan finansiy tomondan foizli stavkalarni o'rganishimiz kerak. Minimal foiz stavkalarini, dogovorlarni o'qib chiqishimiz kerak. Dogovorda masalan ba'zi dogovorlar erta yopish mumkin emas. Srochniy yopish mumkin emas. Shu vaqti bo'yicha to'lashingiz kerak. Erta yopadigan bo'lsa shtrafni sanksiyalari bor. Mhm. Shunaqa instrumentlarni hammasini o'rganib chiqishimiz kerak, ko'rib chiqishimiz kerak. Biz bizga bu instrument to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi? Biz qanaqa mashina xohlayapmiz? Qanaqasiga otseka qilishimiz kerak? Ertaga mashinani ham rasxodlari bor. Shular hammasini otseka qilib, o'shandagina olishimiz kerak. Bu kreditni bitta tanishim beryapti, bu tanishim beryapti, bunaqasiga berdi. Oyiga boshiga 100 million, oyiga 8 milliondan to'lar ekanman. Bo'ldi. Boshqa informatsiyani bilmaydigan odamlar ko'p. Bunaqa situatsiyalarda biz odam o'rganib chiqishi kerak. Qanaqa stavkada bo'lyapti? Общий summasi qancha to'lanadi? Inflyatsiyani ham hisoblab chiqish kerak. Qancha shu nasiyaga berganingizda qancha foyda ko'ryapti? Qancha odamlar taniyman, ular kredit olish uchun pul berishadi, kimgadir pul berishadi. U odam kredit chiqazib beradi, bir narsa maxinatsiyalar bor определенный. Bunaqalarni ham otseka qilishimiz kerak. Biz ko'rib chiqishimiz kerak. Bu qanchalik to'g'ri? U odamlarga pul berish, masalan, boshqa bankka borsam, balkim bankda o'zi berar. Shularni ham otseka qilib borishimiz kerak. Bu yerda eng muhim narsa masalan, Muvozanatda ushlay muvozanatda olishimiz kerak. ushlashimiz Juda kerak. muhim. Bu juda muhim. Chunki o'zimizni finanslarimiz va общий расходlarimiz har doim kamida bir-biriga to'g'ri kelishi To'g'ri kerak. kelishi kerak kamida. Kamida agar rasxodlarimiz ko'payib ketsa, bu Ko'payib ketsa bizga qiyinchiliklar. anchagina Ha, moliyaviy muammolarni keltirib конечно. chiqaradi. Bu paytda bu kreditlarda ham masalan penalari bor. Juda katta penalari bor. Masalan, penalarni to'lashingizni o'zi ham katta summa. Katta summa. Штрафной sanksiyalari bor. Sroki bor, определенный sroklarda to'lab borishingiz kerak. Ularda otsenkasini olib borishimiz kerak. Biz har doim minuslarini ham o'rganib chiqishimiz kerak. Bitta maqol bor o'zi, kredit для богатых deyiladi. Mhm. Becharalar uchun emas kredit. O'rta Boyvachcha- sinf uchun emas. Ular Boyvachchalar uchun kredit. endi u yerda uslovni qilib gapirilgan, to'g'ri. Yuqori sinf uchun nima uchun emas ular? Demak, katta kompaniyalar qachonki imtiyozli mana chet el banklardan, chet elni haligi moliyalashtirish nimalardan, finansiy haligi tashkilotlardan pul jalb qilishadi. Qachonki kompaniyani kattalashtirish asnosida, masshtablashtirish yoki modernizatsiya qilish, masalan, uskunalar eskirda, yangi uskunalar keltirib turib, ular o'zlarini moliyaviy hamda strategik maqsadlarni qo'yishadi o'z oldiga. Kredit, imtiyozli kredit jalb qilmasdan oldin. Nima uchun desangiz, u yerda masalan juda ko'p kompaniyalarni bilaman, o'z oldlariga O'rta Osiyoni bozorini zabt qilaman, 5 ta davlat yoki butun Osiyoni zabt qilaman, 20 ta davlatga eksportga chiqaman degan aniq, konkretik moliyaviy va strategik maqsadlar qo'yishadi. Shundagina hammasini o'lchab, ekspertlarni jalb qilib, hisoblab chiqilgandan keyin bizga shu kredit выгоднami, не выгоднami, ya'ni bizga o'sha nima keltira oladimi, yo'qmi uzoq muddatli strategiyada. Qisqa muddatli emas, ular hech qachon qisqa muddatli holatni hisobga olmaydi, 1 yillik, 3 yillik. Kamida 5 yillik, 10 yillik, kerak bo'lsa 20 yillik, 30 yillik rejalashtirish qilishadi ular. Uzoq muddatli haligi qo'yib. Men o'ylaymanki, o'sha maqol haqiqatan ham to'g'ri keladi. O'rta sinf uchun emas yoki pastdagi haligi kambag'al sinf uchun emas, ular haqiqatan kattalashtirish uchun, biznesni istiqboli uchun qilishadi buni. Keyin yana bitta bir masala bor, o'rta sinf uchun diversifikatsiya masalasi bor-da. Ko'pchilik ekspertlar, moliyaviy mutaxassislar, ekspertlar aytishadiki, albatta o'rta sinf o'z daromadlarini diversifikatsiya qilib qo'yish kerak. Misol uchun aksiyalar deymiz, tilla deymiz, yoki ko'chmas mulk deymiz, yo kompaniyalarni o'sha opsionlari deymiz, yoki kriptovalyuta degan bir holat bor. Mana 3 yillik bir nimani kuzatdik, analizni. 2021 dan 24 gacha olsak, oltinning narxi masalan ancha o'sgan. Mana hozirgi yaqindagi 2025-yildagi kecha aprel oyidagi holatni ham hisobga olsak, oltin narxi ancha oshdi, misol uchun.
Xo'p, undan tashqari mana ko'chmas mulk doimiy ravishda stabil oshib boryapti. Yoki kriptovalyuta umuman tushunarsiz holatda. Tushishi, o'sishi umuman har xil global saylovlar yoki insonni shaxsiyatiga bog'liq yoki o'sha qanaqadir milliarderlarni bitta qarori bilan nimadirlar o'zgarib ketyapti, misol uchun. Siz nima deb o'ylaysiz? O'rta sinf o'z daromadlarini qanday holatda diversifikatsiya qilishi kerak? Ko'chmas mulk qanaqa agar ko'chmas mulkka farog fuqaroda deymiz, ya'ni kirish judayam katta holatda, u qo'rqadi misol uchun. Yoki majburiyatlari bor, har oy to'laydigan majburiyat. Shu yerda qanaqadir yechim sifatida, instrument sifatida, O'zbekistonda ham yoki jamiyatimizda ham yechimlar bormi? Qanaqadir yaxshi instrumentlar kirganmi? Aksiya, obligatsiyalarni tushundik. Bu bozor hali bizda juda zo'r shakllanmagan yoki qonunchiligini olasizmi, yoki finansiy instrumentni olasizmi, hali nima emas. Ana shu diversifikatsiya holatiga ham bir sal to'xtalsak. Mhm. Diversifikatsiya qilish kerakmi, yo'qmi? O'z daromadlarini ular. A, diversifikatsiyadan oladigan bo'lsak, diversifikatsiya bu ko'pchilik adashtirishadi. Ya, o'zi nima degani? Shu Nima bo'yicha bir deganini tushunchaga aniqlik. diversifikatsiya bilan masalan investirovание faqat adashtirishadi. Diversifikatsiya bu pulni saqlab qolish yoki uni finanslarda moliyani saqlab qolish. Xavfsizlantirish. Bir qancha Xavfsizlantirish. yacheykalarga bo'lib turib, Bizda investitsiyada ikkita tur bor. Masalan, investitsiya har doim odam investitsiya kiritmoqchiman, investitsiya qilmoqchiman desa, biz birinchi zadachamiz so'rash, qanaqa sel? Bu degani nima xohlayapsiz? Pulni saqlab qolishmi yoki pulingizni ko'paytirishmi? Pulingizni ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, bu diversifikatsiya emas, bu sal boshqa narsa. Bu yerda investitsiya kiritib, pulni ko'paytirishimiz kerak. Bu yerda zadachalar boshqacha. Bu yerda risklar bor. Har doim pulimizni minimal narxda bir narsani sotib olib, maksimal narxda sotishimiz kerak. O'shanda investitsiya bundan определенный foyda olib keladi. Diversifikatsiya paytida bizni zadachamiz pulni saqlab qolish. То есть faqat pulda emas, ko'p narsa, mulklarni ham saqlab qolish. Bu paytda diversifikatsiya summalarga bog'liq. Katta summalar bilan qaraydigan bo'lsak, katta summalarda основной instrumentlardan biri недвижимость, aytganda tilla, aytganda kriptovalyuta bo'yicha ham diversifikatsiya qilsa bo'ladi. Oddiy xalq uchun bu diversifikatsiya usullari, masalan, pullarni определенный har xil har xil instrumentlarga tiqib qo'yish. Hozirgi paytda masalan valyutani oladigan bo'lsak, bizda доступный valyutalar 3 ta valyutamiz bor. Bu diversifikatsiyaning основной qoidasi любой payt problem situatsiyada ham o'sha pulni chiqazib olishingiz kerak. Shu paytda biz diversifikatsiyani qilayotganimizda biz hozirgi paytda bizda rubl bor. likvidlik darajasini hisobga olishimiz kerak. Hisoblab olishimiz kerak. Biz ertaga masalan diversifikatsiya просто qilmaydi. Bu degan pulni saqlab qolishimiz kerak ertangi kunda ishlatishimiz uchun. Qachondir keladi o'sha payt ishlatishimiz. Bu bizni xavfsizlik yostiqchamiz bo'lishi mumkin. Bunda ham diversifikatsiya qilishimiz kerak. Bu paytda masalan xavfsizlik yostiqchani diversifikatsiya qilish oson. Dollarda 30% masalan 100% finansiz bor, $10,000 finansiz bor. O'shani 3,300 ni biz dollarga saqlaymiz, 3,300 ni so'mda saqlaymiz. U 40 milliondan so'mda ushlaymiz va 3,300 ni rublga o'tkazamiz. O'shani maksimalni siz diversifikatsiya paytida saqlab turasiz pul. Hozirgi paytda конечно rubl sal xatarliroq bo'lib qolgan, masalan, yevrolarga ham saqlasak bo'ladi. Bu likvidnost darajasi baland bo'lishi kerak. Masalan, yevroni almashtirish oson, dollarga almashtirish oson, so'm almashtirish kerak emas. Bu paytda hech bo'lsa ham bo'ladi. O'zimiz xohlagan holatda ishlatsak bo'ladi. Keyin diversifikatsiyaning eng eski usullaridan biri bu oltinga diversifitsировать qilish. То есть bu paytda masalan naqd puldan tashqari yana oltinlar ham sotib olish. Bu oldinlari ham ayollarga oltin olib berishardi. Bu diversifikatsiyaning bir turi. Ertaga Xudoyim ko'rsatmasin, menga bir narsa bo'lsa ham shularni sotib ham ayol kishi masalan o'zining finansiy положениясini yaxshilatib oladi. Kriptovalyutalarni ham ko'radigan bo'lsak, instrument diversifikatsiya sal qiyinroq. Kriptovalyuta analiz qilishimiz kerak, lekin kriptovalyutada ham o'zi stabilniy valyutalar bor. Stable coinlar deyiladi. Bu degan dollarga привязка qilingan. Masalan, USDT bor. USDT bu dollarga привязка qilingan. Har doim dollar bilan birga bir teng bo'ladi. $1 har doim 1 USDT ga teng. Xuddi shunaqa valyutalarga ham diversifikatsiya qilsangiz bo'ladi. Bu nimaga kerak? Shunaqa situatsiya bo'lib qoldi, naqd pulingiz masalan davlatingizdan chiqib ketdingiz, dollaringiz yo'qolib qoldi, qanaqadir krizis situatsiyalarda naqd pulingiz yo'q. Bu paytda USDTni ishlatsangiz, diversifikatsiya usulida instrument qilib, любой dunyoning любой точкасida USDTni
Realniy valyutaga almashtirsangiz bo'ladi. Almashtirib likvidlik darajasini Ha, tiklasak bo'ladi. chiqazsak bo'ladi. USDTdan hozir likvidlik darajasi ko'p, juda yaxshi bo'lib qolgan. Hozirgi Mhm. paytda любой davlatda почти obnal qilsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib instrumentlar juda ko'p. Iloji boricha diversifikatsiyani zadachasi siz risklarni kamaytirishingiz kerak. Bitta valyutaga tiqib qo'ysangiz pulni har doim bu risk. Masalan, faqat dollarda saqlab qo'ysangiz, ko'rib turibmiz oxirgi 1 yil ichida masalan dollar oshgani ham, tushgani ham yo'q. Ba'zida tushib ketadi, ba'zida oshib ketadi. Mhm. Tushunib ham bo'lmay qoldi. Shu 12.800 dan Ha, 12.900 gacha shu o'zgarmayapti ha, dollar. inflyatsion Ha. darajasini turli xil Ha. o'lchash mumkin. Masalan 2 yil oldin yoki o'tgan yilda tillaga diversifitsировать qilganlar yutib ketdi naоборот. Kim bilgan endi tilla bunaqa narxga oshib ketishini po faktu hech kim ham bilmagan. Paytda otsinka qilib olib borishimiz kerak. Masalan 30% shu tillada bo'lganda 30% dollarda bo'lib, 30% so'mda bo'lsa, biz so'm bilan dollarda hech narsa yo'qotmasdik po faktu, lekin tillada biz foyda ko'rardik. Yoki dollarda inflyatsiya param yeb qo'yadi. Dollarda ham inflyatsiya bor 5%, so'mda masalan o'tgan yili 9%, 9,5% bo'lgan. Dollarda biz yo'qotamiz shu inflyatsiya tomonidan, lekin tillada yutib keyin masalan inflyatsiya bilan saqlanish diversifikatsiyasi bor. Bu paytda biz именно qaysidir mulkka, masalan turar joy mulklari, noturar joy mulklari ularga diversifikatsiya qilib, masalan inflyatsiyadan saqlanishimiz ham mumkin. Chunki inflyatsiya bo'lgan payt ularda ham narxi avtomatik oshadi. Odamlarda inflyatsiya o'zi har doim расчёты, inflyatsiya расчёты odamni eng kerakli narsalar. Bu ovqatga otsanga qilinadi. Lekin ovqatda biz mulkda saqlay olmaymiz. Ikkinchi kerakli, ikkinchi darajada kerakli narsa bu uy-joy. Uy-joyda saqlasak bo'ladi. Ertaga masalan inflyatsiya bo'lsa ham uy-joy har doim narxi oshadi. Shu paytda biz pulimizni qiymatini saqlab qola olamiz. Ko'chmas mulk demak o'sha diversifikatsiyani eng yaxshi xavfsiz varianti. Xavfsiz hozirgi paytda ko'chmas mulkdan ko'chmas mulkka o'xshab saqlab qoladigan boshqa instrumentlar yo'q. Eng безопасный, eng yaxshi ko'chmas mulk hisoblanadi. Har doim tegi xavfsiz turadi. Tagi xavfsiz turadi. Turadi Shu va paytda ham kerak hamma masalan katta finanslarimiz bor bo'lsa, biz ham, конечно, bu hamma summasini ko'chmas mulkka investitsiya qilishimiz kerak emas. Bu yerda ham diversifikatsiya muhim. Naqd Juda ham pulda ham muhim. bo'lishi kerak. Ko'chmas mulkda likvidnosiya sal pastroq naqd puldan yoki dollardan. Chunki siz любой payt kvartira sotishi sal qiyinroq. Bu yerda siz vaqtingiz kerak, masalan chippa situatsiyalarda siz naоборот arzonroq sotishingizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Shu paytda pul sotib qo'yishingiz mumkin. Shu paytda otsanga qilib borishimiz kerak. Qanchalik bizga bu nima uchun kerak? Bu diversifikatsiyani nima uchun qilyapmiz? Katta finanslar saqlab qolish uchunmi yoki o'zimizni podushkamiz uchunmi? Mhm. Xavfsizlik yostiqchamiz yostiqchasini yaratish uchun. yostiqlik xavfsizlik yostiqcha bo'ladigan bo'lsa, bu высоколиквидность muhim. Katta finanslar bo'ladigan bo'lsa, bu yerda именно saqlab qolish va inflyatsiyani yutish. Chunki inflyatsiya 5% va 10% inflyatsiya masalan biz oddiy xalq uchun bu masalan unaqa katta inflyatsiyaga baribir seziladi. Mhm. Lekin yo'qolishi masalan pulni masalan $10,000 yig'ib qo'yganmiz. Shu $10,000 yo'qolishi uncha katta rol o'ynamaydi. Lekin siz $10,000 emas, $100,000 bor bo'lsa, bu yiliga siz $5,000 yo'qotayotgan bo'lasiz. Inflyatsiya tomon. Masalan dollarda saqlaydigan bo'lsangiz. $1,000,000 bo'lgan bo'lsa, yiliga $50,000 yo'qotayotgan bo'lasiz. 10 yildan keyin уже $500,000 yarmi yo'qotib qo'ygan bo'lasiz. Shu paytda недвижимостьga diversifikatsiya qilib pulni saqlab qolsangiz ham bo'ladi. Недвижимостьni sotib olasiz, kvartirani sotib olasiz, u inflyatsiyaga o'xshab o'sadi. Narxi yoki o'zgarmaydi yoki narxi tushishi mumkin. Lekin narxi tushgan sari inflyatsiya, значит, bu yerda inflyatsiya bo'lmayapti, bu yerda укрепление valyuta bo'lyapti. Укрепление valyuta bo'lganda ham Demak, naqdi baribir saqlanib qoladi. pul valyutasini demak mustahkamlash aslo. Ha. Payt oldin bizda yana o'tgan yil 2 yil, 3 yil oldinlar moshina ham edi diversifikatsiya instrumentlaridan biri, eng zo'rlaridan biri. 1 yil moshina haydaysiz, hattoki qimmatroqqa ham sotib yuborasiz. Hozirgi hozirgi paytda endi sal moshina diversifikatsiya emas, bu sal Mhm. Demak, shunday narsa yana bor. Ko'chmas mulkka man tiksam, qo'rquv borda. Ko'chmas mulkka man birinchidan judayam katta summa bilan kiraman. Ya'ni har bitta xonadonni boshlang'ichi deylik ko'p qurilish kompaniyalarida 20%, 25%, 25%, 30% dan boshlanadi. Eng ko'p nima ommalashgan. 80%, 90% qurilish kompaniyalari 25-30% yoki 50% dan o'sha xonadonni boshlang'ich narxini olib turib, keyin qolganini to'g'ri bo'lib to'lash holatda 24 oydir, 36 oydir. Qaysidir kompaniyalar 48 oyga berishadi, qaysidir kompaniyalar 60 oyda berishadi va hokazo turlicha.
shu yerda, xalqda qanaqadir qo'rquv yo'qmi? Masalan, man boshlang'ich pulni birinchidan to'lashim qiyinroq va u yerda keyin to'lagan taqdirimda ham mani keyin 60 oy qiyinchilik kutadi. Ya'ni 60 oy manda, majburiyat bor degan masalada. Mana shunga qanaqa bir yechimlar bor? Qanaqa Mhm. instrumentlar bor? Mana shu haqida Aha. gapirsangiz. Qo'rquv bo'yicha gapiradigan bo'lsak, qo'rquv bor. Har doim odamlarda qo'rquv bo'ladi. Bu ham barham nasiya savdoni usuli. Bu yerda ham otsonka qilish. Ertaga biz masalan 4 milliondan chiqsa 4 milliondan to'la olamizmi, to'la olmaymizmi? Ertaga barham pulimizni yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Определённый summasini masalan. A, ko'p kompaniyalar qaytarib beradi, lekin shtrafno sanksiyalar bilan qaytarib beradi. Ertaga inflyatsiya tomonidan ham yo'qotib qo'yasiz, chunki so'mda to'laysiz. Ertaga masalan 2 yil to'lasiz, 2 yildan keyin pulingiz kirgizgansiz, 2 yildan keyin masalan pulingiz qaytib kelsa ham, уже определённый summani yo'qotib qo'ygansiz. Chunki siz noto'g'ri расчёт qildingiz. Ekonomический o'z prognozlaringizni noto'g'ri qildingiz. Возможностьlaringizni ham kamaytirdingiz. Shu paytda biz hozirgi paytda bizni instrumentimiz Xonsaroy Mining jihozlanganmiz. Bu основной instrumentlardan biri. Minimal porog bilan siz kira olasiz. Kirgan zahoti siz bitta kompaniyani dolyalarini sotib olasiz. Mhm. Kompaniyani dolyalari bu bitta kvadratli metrga teng bo'ladi. Siz masalan hozirgi paytda bitta kvartira 30 kvadratli kvartira sotib olishingiz shart emas. Siz kirasiz, kompaniyani 5 ta dolyasini sotib olsangiz, 5 ta kvadratli metr sotib olasiz. Bu kvadratli metrlarni keyinchalik уже ko'paytirib borsangiz ham bo'ladi. Любой payt sizda обязательно платеж degan narsa yo'q. Mhm. То есть har oy 7 milliondan to'laysiz degan narsa yo'q. Bizda Majburiyat yuklatilmaydi. majburiyat yuklatilmaydi. Э, oy masalan o'sha masalan shunaqa situatsiya bo'ldi. $5000 investitsiya qildingiz. Keyingi yil bilasiz, yana masalan dalada ish qilasiz, keyingi yil ham bilasiz, hamma narsani sotib kuzlarga yana $5000 yoki $10,000 bo'ladi. Yana 10 kvadrat sotib olasiz. Yana 1 yil kutdik, yana 10 mingga yana 10 kvadrat. Qarabsizki, уже 35 kvadratli kvadratga yig'ib qo'ygansiz. O'sha 35 kvadratni xohlasangiz uy joyga almashtirsangiz bo'ladi, xohlasangiz 30% годовойda narxi oshadi. Уже $35,000 avtomatik sizda $35,000 примерно $45,000 aylanadi. $45,000 xohlasangiz chiqazib olingda, boshqa proyektdan sotib oling yoki o'sha proyekt o'zi 35 kvadratli kvartiraga almashtirsangiz ham bo'ladi. Bu yaxshi instrumentlardan biri hozirgi paytda. Biz Nechi ko'rib chiqdik. foizdan, va'da qilinyapti daromad topish? So'mda hisoblaydigan bo'lsak 15% dan 30% gacha hisoblanyapti. Bu toza foydasi. Toza foydasi. Naloglarda hammasini ayirib tashlaganda 15% dan 30% gacha. Agar dollarda kirgizadigan bo'lsangiz 10% dan 15% gacha. Bu likvidность juda baland. Baland. Bizning rashyotlarimiz bo'yicha keyingi yil masalan hozir yangiliklar kirib kelyapti. Siyosat именно qurilishni siyosatiga u yoqda escrow счётlar degan narsalar kirib kelyapti. То есть quruvchilar pullarni bitgandan keyin faqat oladigan bo'ladi. Shunga o'xshagan yangi qonunchiliklar Yangi kelyapti. instrument. Genplan Toshkentni genplani chiqqan. Genplan degani u Toshkentning определённый territoriyalarida baland binolar qurib bo'lmaydi. Baland bino qurilmagandan keyin yer joyida lekin narxi o'zgarmadi. O'sha yer joyida nagruzkasi oldin 16 etajli domga tushgan bo'lsa, narxini nagruzkasi. Hozir 10 etajli domni nagruzka odamning ustiga tushyapti. 10 etajda baribir kvartiralar soni har doim kamroq bo'ladi 16 etajdan. Demak, buni, o'sha kerak bo'lsa ko'chmas mulkda kvadratura hisobida qimmatlashishiga ham olib kelishi Olib mumkin keladi. bozorda. Olib keladi. Bizni rashyotlarimiz bu hozirgi paytda biz 15% dan 30% gacha berganimiz bu именно narx-navo o'zgarmagan holda shunaqa bo'ladi. Biz hammamiz bilamiz, investitsion zo'r instrumentlar bor. Qatlama paytida arzonga sotib olamiz, bitganidan keyin qimmatroq. Bu просто oddiylashtirilgan varianti, osonlashtirilgan variant. Odamlar, investorlarimiz bor, shu qatlama paytida sotib oladiganlar, finalniy etapda sotadiganlar, lekin shu finalniy etapgacha baribir 2 yil, 3 yil o'tib ketib qoladi. Odam o'zini foydasiga chiqish uchun 2 yil, 3 yil kutishga to'g'ri kelib qoladi. Biz shu instrumentlarga odamlarga yordam beraylik deb hozir pulni 1 yilda ham chiqazib olsa bo'ladi. Shu 1 yil ichida qanchalik o'zgargan bo'lsa, narx-navo, o'sha bitta kvadratli metrning narxi qanchalik o'zgargan bo'lsa, shunchalik pulni bemalol chiqazib olsa bo'ladi. Bu hozirgi paytda shunchalik tez pulni chiqazib olsa bo'ladi. Keyin u yerdan chiqazib boshqa produktlarga investitsiya qilish mumkin. 3 yillab proyektni bitishini kutish shart emas. Mhm. Shaffoflik darajasi qanaqa? Investorlar xohlaydi o'zini yotqizgan yoki tikkan pulini shaffof ko'rishni, boshqarishni. Mana bu darajada o'ylanilganmi shu Xonsaroy Money proyekti? Hammasi o'ylangan. Hozir aytib o'tganday bitta dolyangiz masalan narx-navo bo'yicha, dolyani oshish bo'yicha 1 kvadratli metringiz bitta dolyaga teng. Mhm. Siz masalan tekshirmoqchi bo'lsangiz, просто call centerga telefon qilasiz yoki menejerga telefon qilasiz, oddiy sotuv Xonsaroy qurilishda menejerga telefon qilasizda, kvadratli metringiz qanchadan deysiz?
shunchadan desa, siz o'zingiz bilan solishtirasiz, ha, bir xil ekan. Значит, foyda ko'p. Значит, meni aldashmayapti deysiz. Agar farq har xil bo'lsa, unda aldash bo'lishi mumkin. Lekin bizni Mh. zadachamiz bir xil qilib qo'yganmiz. Bitta dolangiz 1 kvadratni metrga teng. Soni ham teng. Masalan, bitta proyektimiz 13 ming kvadratni metr bo'lgan bo'lsa, 13 mingta do'la bor. Ertaga 13 mingdan ko'proq biz sota olmaymiz. Bu mumkin emas. Va chunki bitta kvadratni metrga teng bo'ladi. Bu maksimal foydasini ham chiqazib beramiz. Ko'proq insonlarni mana qiziqtiradi, mana bank depozitlari Mhm, bo'lardi, omonatlar, boshqa instrumentlar bo'lmasdi. mhm. Shunda endi, davlatimizda masalan din nuqtai nazaridan, shariat nuqtai nazaridan joiz, nojoiz tomonlari bo'ladi-a, misol uchun. O'sha omonatlar, depozitlar masalasidagi foizlar, boshqalar. Shunda qanaqa mana bu Xonsaroy Money proyektidagi loyihasidagi o'sha pul, tikish, sarmoya tikish nuqtai nazaridan halollik darajasi qanaqa? Ko'pchilik mana qiziqib so'raydi yoki qanaqadir shar'iy, sertifikatsiyasi bormi yoki qanaqadir, bu yerda, pulni ichida masalan ribo aralashmaganmi degan bir qator savollar, Mhm, mhm. yuzaga keladi. Mana shu savollarga ham yechimlar, javoblar bormi bu qaysidir Ha. ma'noda o'ylanilganmi bular? Ha, конечно, o'ylanilgan, oddiy qilib gapiradigan bo'lsak, endi, bu siz biznesga siz, investor bo'lib kiryapsiz. Mhm. Pulingizni tikyapsiz, xuddi bizga o'xshab Xonsaroy ham pulini tikadi, siz ham o'zingizni pulingizni tikasiz. Biz, ikkalamiz desak bo'ladi, shu odamlar bilan sotib olgan, do'lani sotib olgan odamlar bilan biz hammamiz domni quramiz, Mhm. keyin o'sha domni biz sotamiz. O'sha sotganimizdan chiqqan foydani hammamizga teng qancha, ulush kirgizgan bo'lsak, shunga qarab bo'lib beramiz. Mhm. Bu diniy tomondan hammasi to'g'ri. Hozirgi payt Ko'pchilik bo'lib, demak bu yerda qonunchilikda ham shakli borda. Mh. Ko'pchilik bo'lib nimalar kiritish, sarmoya kiritish. sarmoya kiritish Ko'pchilik bo'lib, da. Ko'pchilik bo'lib sarmoya kiritganimizdan keyin Uni qaraydigan bo'lsangiz, hujjatlarda dogovor, конечно, shartnoma конечно, nimalari hamma bo'ladi. shartnomalar, hamma dogovorlari O'ylanilgan. bor. Qonunchiligi to'liq nima qilingan, Qonunchilikka yo'lga ham qo'yilgan. to'g'ri keladi. Sertifikatlar bo'yicha barham odamlar so'rashadi. Oddiy usuldan tushuntirib bersangiz ham, barham sertifikatsiyalardan hamma musulmon idoralaridan sertifikatsiyalardan o'tgan. Sertifikatlarimiz ham agar tanishmoqchi bo'lsangiz, ilovamiz bor. Hozir oddiylashtirib, hattoki shunchalik ilovamiz bor. Xonsaroy Money yozdirasiz. O'sha yerda hamma sertifikatlar, hamma ruxsat berilgan dokumentlar, bizga hammasi shaffof bo'lgani Mhm. uchun bemalol ochib, bemalol yozdirib olsangiz ham bo'ladi, ochiq bo'lgani uchun. Pulni nima qilish, masalan, foydalarni chiqarib olish muddatlari qiyinchilik bo'lmaydimi? U yerdan qancha muddatda foyda olsak bo'ladi? Biz hozirgi Bir paytda, savol. foydalarni, s shuni tomonlama o'yladik. 30 kungacha foydalarini chiqazib beradigan bo'ldik. Masalan, $5000 qiladigan bo'lsangiz, 30 kungacha chiqazib beramiz. Undan oldin masalan, 3 kunlik dogovorlarni ham qilganmiz. O'sha 3 kunlik va'da berganlarimizga hammasiga chiqazib beramiz 3 kunda. Hozir yangi dogovorlarimiz 30 kun qildik. Bu просто, определенный, qiyinchiliklarga, ertangi qanaqadir situatsiyalarga qarab biz barimiz zapas oldik. Pulingizni tikasiz, 30 kun masalan, pulingizni tikdingiz, foydaga chiqdingiz, 3 oydan keyin foydaga chiqdingiz. 3 oydan keyin U masalan, bemalol 3 oydan qaytarib keyin olish. bemalol chiqazib olsangiz bo'ladi. 1 yil kutishingiz shart emas. Masalan, depozitlarni gapiradigan bo'lsak, ekonomik tomondan, masalan, diniy tomondan emas, solishtiradigan bo'lsak, depozitlarni birinchidan protsent stavkasi pastroq, Mhm. keyin depozit har doim foyda, maksimal doxod qilaman desangiz, 1 yilni kutishingiz kerak. Yoki временный depozitlar bor, kichkina foizli, masalan, 18-16%, u любой paytda yechib olsangiz bo'ladiganlar bor. Lekin 18% qayerda, 30% qayerda, bu baravar почти farqi bor. Bu yerda biz imенно solishtiradigan bo'lsak, ular 1 yil kutishi kerak. Bizda 1 yil kutish shart emas. 3 oydan keyin foydani ko'rdingizmi, 3 oydan keyin chiqazib olavering. 4 oydan keyin foyda ko'rdingizmi, 4 oydan keyin chiqazib oling. Keyin siz u proyektni chiqazib olib, boshqa proyektga ham investitsiya qilsangiz bo'ladi. Hozirgi paytda bitta proyektni chiqazdik, Fazo deb, lekin Xudo xolasa boshqa proyektlarimiz ham bor, уже plan qilib qo'yganmiz. Bu proyektlar ham tayyor, ruxsatnomalari hammasi olingan. Siz bu proyektdan 1 yildan keyin masalan maksimal foydasini olib, keyingi proyektga investitsiya qilsangiz bo'ladi. U yerdan уже ko'proq do'lani sotib olasiz. Shuni ko'paytirib, bor summani ko'paytirib, oxiri maksimal foydaga chiqsangiz ham bo'ladi. Maksimal количествosiga. Oddiy instrument. Zo'r. Bu instrumentda man o'zim ham, to'g'risi nima qildim. Judayam, xalq uchun, xalqbop, ya'ni xalqda o'ylanilgan istiqbolli loyiha. Men o'ylaymanki, Xonsaroy Money loyihasi xuddi Xonsaroy qurilish kompaniyasi xalqni ishonchiga sazovor bo'lgan kabi ushbu loyiha ham xalq uchun bir yaxshi instrument, diversifikatsiya uchun ham, investitsiya pullarini tikish uchun ham bir zo'r instrument bo'lib qoladi degan bir niyatim bor. Xudo xolasa, barchalaringizni man
demak, ushbu ilm bilan, moliyaviy savodxonlik bilan, demak, ilmda davom etishlaringizni xohlardim. Boburjon, rahmat sizga. Rahmat sizga. Judayam, chiroyli va manfaatli, maslahatlar bo'ldi. Manfaatli ilmlar ulashganingiz uchun ham. Keyingi ko'rsatuvlarda, keyingi, jonli efirlarimizga bir yaxshigina, demak, yoshlarimiz tomonidan, xalq tomonidan beriladigan savollarni yana alohida bir video qilib yoki alohida bir jonli efir formatida qilib uzatishda, demak, davom etishni maqsad qilganmiz. Sog' bo'ling, salomat Rahmat. bo'ling. Rahmat.